Eng arzonda sizlarga arzon haqda Shinarite T30 modelini ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, mashinaning holati juda ham zo'r. 2023-yil restyling mashina. Xo'p, kraskalari top-toza ekan. Xo'p, okamlar mana laboyiga yangi qo'yib ketdilar laboylarni. Anaqa qilmasin deb oladigan odam qasam qaydasin deb. Orqasi turibdi laboylari. Dimoyki qildiroqda zo'r holatga keladi. Kojinli sidinglarda mashina holati zo'r, restyling model. Bemalol ko'rib ko'rsatish orasida bundoq monitorlargacha bo'ladi. 77 ming kilometr yurgan, stejdan propeller qo'yib qo'yishdi 65 talik. Mashina holati zo'r. Rostiga ham yaxshi ekan. Balonlar taqib qo'yishgan, propeller qo'yib qo'yishgan. Kelguncha mana bu dokumentlari ham bor ekan, hammasi muammosi yo'q ekan, ochilib yig'iladiganligi bu. Bu ham yaxshi bir tomondan. Bemalol kattaroq narsalar bo'lsa, ortib, yig'ishtirib yuraverasizlar. Mana ikkidan tosh tegani uchun almashtirib qo'yibdilar. Bagaj turgan ekan, anaqalari ham holati yaxshi, yurib turgan tayyor mashina. Kraskalari top-toza, olib maza qilib haydashingiz uchun eng arzon kanalimizda bu mashinani sizlarga 11 ming 200 ga beraveramiz, yurib qolinglar.